farmatsevtika yo'nalishida tartibga solish tizimini, ya'ni davlat ro'yxatdan o'tkazish tizimini yangi mexanizmlarini taqdimoti bo'lib o'tdi. Qaror loyihasi eski amaldagi tartibga nisbatan ancha o'zgargan bo'lib, bu birinchi o'rinda xalqaro talablar darajasidagi hujjatlar bilan muvofiqlashtirilgan. Ya'ni amalda bugungi kunda ro'yxatdan o'tkazish tizimi to'liq xalqaro talabga muvofiq ravishda ishlab chiqilmaganligi bu mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz uchun eksport salohiyatini pasaytirishga olib kelayotgan edi. Bu xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda yangilangan tizim joriy etiladi. Avvalambor shu generik dori vositalarini qo'shimcha klinik sinovlaridan talab etilmasligi bilan, shu bilan birga transfer texnologiya asosida ro'yxatdan o'tkazish, biotibbiy hujjatlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish mexanizmlarini ochib berdi. Bu amaldagi hujjatlarimizda mavjud bo'lmagan. Shu bilan birga hurmatli prezidentimizning shu avgust oyidagi farmonlarida keltirib o'tilgandek, tibbiy jihozlar yagona atamasi bilan birgalikda 4 ta xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha tabaqalashgan holda ro'yxatdan o'tkazish mexanizmlari ochib berildi. Birinchi eng xavfsiz sinfiga kiradigan mahsulotlar ko'rib chiqish muddatlari qisqartirildi, ya'ni 155 kundan 60 kunga. Ikkinchi sinfga mansub tibbiy jihozlar 90 kun va 3-4 xavfli darajadagi ega tibbiy jihozlar 120 kungacha ko'rib chiqish vaqtlari belgilandi. Davlatimiz rahbari asosiy e'tiborni xalqaro standartlar bilan muvofiqlashtirilgan tizim yaratilishiga qaratdilar. Bu albatta aholimizni xavfsiz, samarali va bezarar dori vositalari bilan ta'minlash va shu bilan birgalikda mahalliy ishlab chiqaruvchilarimizni eksport salohiyatini oshirish. Bizning mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz chetga eksport qilayotganda, ya'ni yengillashgan holda oson ro'yxatdan o'tkazishga erishishadi va shu bilan birga eng yetakchi ilg'or davlatlar, ya'ni shu Yevropa, Amerika davlatlari, Yaponiya, Koreyada davlat ro'yxatdan o'tkazilgan yangi dori vositalari O'zbekiston Respublikasiga oson tartibda kirib kelishi va aholini salomatligini saqlashga erishiladi. Dori vositalarini ro'yxatdan o'tkazish, uni amal qilish muddatini uzaytirishda ham osonlashtirgan mexanizmlar hamda ro'yxatdan o'tkazishda ustuvorlik beriladigan yo'nalishlar ham belgilab o'tildi. Bu birinchi o'rinda Arfan dori vositalari, O'zbekiston Respublikasida oldin ro'yxatdan o'tkazilmagan dori vositalari va shu O'zbekistonda bugungi kunda tanqislik yuzaga kelgan holda zarur bo'lgan dori vositalariga ham osonlashtirilgan tezroq ko'rib chiqish mexanizmlari joriy qilinmoqda. Albatta bu qaror loyihasi tadbirkorlik subyektlari orasida mazmun mohiyati bilan tushuntirish ishlari olib boriladi va o'ylaymanki, ushbu tartib, mexanizmlar kelajakda farmatsevtika sohasini va aholining salomatligini saqlashda katta ahamiyatga ega bo'ladi.